Rivoyatlarga ko'ra, u itini qon ichida ko'rdi. U shoshgancha chaqalog'ini xonasiga yugurib bordi, beshik ag'darilib yotganini va ustida qon tomchilayotganini ko'rdi. O'g'li esa g'oyib bo'lgandi. G'azablangan erkak qilichini qinidan sug'urib, farzandini o'ldirgan deb o'ylagan itni chopib tashladi. Ammo it so'nggi nafasini chiqarayotganda xonadan chaqaloq ovozi eshitildi. Bolakay beshik tagida soppa-sog' turardi, yonida esa bo'rining jasadi yotardi. Bu shuni anglatadiki, aslida it uning chaqalog'ini himoya qilish uchun bo'rini o'ldirgan edi. Sadoqatli hamroh, lekin xato tushunilgan do'st.